Siz bilan biz qilayotgan toatni qadrini bilamizmi? Siz bilan biz tutayotgan ro'zani qadrini bilamizmi? Siz o'qiyotgan namozingizni qadrini bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. Qachoniki uni narxini to'lamagunizcha. Qana qilib narxini to'laymiz? Faraz qiling, bir kishini harom tijoratdan katta daromadi bor. Aroq zavodi bor masalan. Yaxshi foyda tushib turadi. Allohni tanigandan keyin tavba qildida shart to'xtatdi. Harom tijorat tashadi, pulini shunday tarqatib yubordi, harom pul ekan deb kambag'al bo'lib qoldi. Shu qilgan tavbasi uchun Alloh taolo darrov boshqa yerdan undan ham kattaroq bo'lgan mablag'ni qo'liga berib qo'ydi. Bu banda shu qilgan tavbasini qadrini biladimi, bilmaydimi? Qilgan tavbasini qadriga yetadimi? Yetmaydi. Chunki kambag'al bo'lib yashab ko'rgani yo'q. Allohga solih banda bo'lishgani uchun kelgan imtihonni boshdan kechirgani yo'q. Endi bu inson mana shu harom tijoratini qo'ygandan keyin 1 yil mashaqqatda yuradi kambag'al, 2 yil mashaqqatda yuradi. Nima uchun kambag'al bo'lib qolganligini his qilsa, shunda qadriga yetadi tavbasini. Ukalar, akalar, bu tushunchalarimizni to'g'rilaydi. Ha, bo'pti, mana namoz boshladim. Sen aytgan aroqni sotmay qo'ydim, ishlarim orqaga ketdi-yu deydi. Aytuvding Allohga tavakkal qilsam deb, men orqaga ketdim, yuribman, 1 yildan beri bir tez yuribman. Shunday tavba deyapti. Bu nima qilish kerak edi bunga? Darrov kelish kerak edi-da. Xulosa, siz bilan biz qilayotgan toatni qadriga yetishligimiz uchun ana shu toatning orqasidan kelayotgan mashaqqatni his qilishimiz kerak va kim uchun mashaqqat chekayotganligimiz haqida fikr qilish kerak. Shunda qadriga yetamiz ekan.